Alloh menga tong otmasdan turib ro'za tut degan. Ana hamma yoqda Allohning zikri bor. Lekin shu bilan birga ana shu ibodatlarni to'ra to'kis ado etib, o'rniga qo'yib qo'ygandan keyin ham yana Allohni o'sha buyruqlariga binoan ismlari, sifatlari, af'ollari va boshqa Qur'onda, sunnatda kelgan zikrlari bilan eslash buyrug'i bor. Buni ham qilish kerak bandalar. Biz o'sha Allohning zikri ila qalblar orom topur deganda mana shu zikrni demak alohida qasd qilib Allohni zikr qilaman deb Allohning ulug' ismlari, sifatlari, amallaridan ba'zilarini masalan uchun subhanalloh yoki Allohu akbar yoki alhamdulillah yoki la ilaha illalloh deb eslash ma'nolarini mana shu demak hozirgi ma'ruzalarimizda mana shuni ko'zlab qilmoqchimiz. Chunki odamlarimiz alhamdulillah